Lasetti Gentra minadiganlar yaqinroq kelinglar, zo'r narsa ko'rsataman. Mexanika karobka minadiganlar mana shu vijimno'ylang tez ketib qoladi. Buni sababi nima va nima qilsa bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Videoga bittadan like bosib turinglar, super foydali ma'lumot aytaman. Yaqinroq kelinglar. Bilsalaring, mexanikalarda karzina, diski seplina bo'ladi. Bu narsa ketgandan keyin seplin og'irlashadi va og'irlashgandan keyin mana shu vijimno'yga kuch keladi, akalar, mana shu vijimno'yga kuch keladi. Natijada mana shu vijimno'y oxiri kuchlanib turib, mana shu yerda jitkis qo'yib yuboradi. Keyin nima bo'ladi, akalar, mashina yo'lda qanaqangi holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, mashina seplin yo'q bo'lib qoladi. Tajribali shopirlar buni skorostda eplab turib kelib oladi, lekin yangi shopirlar qiynaladi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun nima qilish kerak, akalar? Avvalo seplin og'irlashdimi, ustasiga borib ko'rsatish kerak. Karzina diski seplinni o'zi bilan, ikkita detal bilan shu narsa hal bo'ladi. Shuni qo'ydirsalaring, vijimno'y qo'ymaysizlar. Bu narsa ketmaydi. Akalar, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni Lasetti Gentrasi bolalarga jo'natib qo'yamiz.